Nima deyapti? Mana qaranglar, boyagi dona shitimizdan nima yasab qo'ydik. Bu mana shu shitlarimizni hammasini taxlab tashlaganmiz. Ulaydigan joylari bor ekan. Panasonic bizga innovatsion shit olib kelib berdi. Endi ana voy kichkina shit bo'lib qopti, katta shit bo'lib qopti, yetmayapti. Yana 15 model bo'lganda zo'r bo'lardi. Almashtira olmayapman degan muammolar hal. Masalan, deylik siz 32 model shit olib qo'ygansiz, yetmayaptimi? Yoniga yana 16 model shit olib kelib qo'yasiz. Mana bu bizning o'zimizning obyektimizga yig'ayotgan shitimiz. Bu tomoni elektrika qismi bo'ladi. Bu tomoni esa slabatochka qismi bo'ladi. Ichida setkalari hammasi chiqyapti. Shunchaki borib mana o'rnatishlik ham aksessuarlarigacha bor. Gipsi kartonmi yoki karkasga qotirmoqchi bo'lsangiz mana olib keling bu yoqdan. Shuni ilib chiqasiz. Bo'ldi, qotirib qo'yasiz. Razmerlarigacha o'zgaradi. Mana bunaqa ortiqcha joylariga, zagrushkalarigacha bor mana bunaqa modullarga. Markirovka qilish uchun nakleykalarigacha bor. 0 shinani qaranglar, mana 0 shinani hamma komplekti bor. Bu o'zi aslida server shitimiz bor va bu yoqda 32 modul, 16 modul shitimiz bor. Hammasini birlashtirib ichida ulaydigan joylari ham bor. Men sizlarga ko'rsatib beraman. Mana. Mana yaxlit shit bo'ldi. Nima deyapti bu? Yaxlit katta shit bo'ldi. 3 xonali kvartiramizga o'rnataveramiz endi. Ko'tarish vaqtigini qo'yib yuboringlar. Hop, yana zo'rjoylarni ko'rsataman sizlarga. Buni bitta nyuansi shundaki, yaxlit bitta eshik bo'lmaydi. Sizga nima kerak bor? Masalan, spalniyni ko'rmoqchi bo'lsangiz, spalniyning eshigini ochasiz. Zalmi, zal, oshxona, oshxona. Mana eshigi bu 32 modulliki. Xohlasangiz bir-biriga qaratib qo'yasiz. Mana shunaqasiga ochadigan qilasiz. Xohlasangiz teskari qaratib qo'yasiz. Agar masalan Panasonic yozuvi teskari bo'lib qoladi, siz buni ham almashtirsa bo'lar ekan. Endi qaranglar. Kichkinasi bizni ham o'taylik mana. Buni ham xuddi shunaqa mana taxlab chiqasizlar, taxlab. Ko'rsizlarmi? Mana hammasini masalan ko'p joylardacha shitdan ochayotganda elips bo'lib qolardi, qiyshayib qing'ayib sinib ketib. Mana sizlarga tayyor muammoni yechimi. Kerakli joyini ochib ta'mirlaysizlar. Bunda olasiz, slabatochka. Bizlarning ham eshitadigan firmalar bor ekan-ku. Mana yaxlit shit bo'ldi, qoldi. Bu videoni elektrik tanishlarga hozirroq yuborib qo'yinglar. Agar buni qanaqa qilib dona-donalar yig'ish yo'llarini ko'rishni xohlasanglar, mana shu videoga like bosib, yaqin do'stingizga ulashib, izohda fikringizni yozib qoldiringlar. Panasonic deb oluvchani yuborib qo'yinglar. Xudo xolasa men sizlarga o'shani yig'ish prosesini ham video ko'rsataman. So'lagan aloqada elektriklar, mana qaranglar, nima bo'lyapti bu? Mazza, mana yaxlit shit, yaxlit. Kichkina qismlardan sirrochna yaqin elektriklarga yuborib qo'yamiz. Bunaqa sensatsiya hali O'zbekiston tarixida bo'lmagan. Zo'r bo'ladi endi.